Doktorumuz qo'llari yengil ekan, xudo xohlasa mana yaxshi bo'lib qolishdi ekan. Ukam tan sog'lik bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Mana qizimni oyoqlarini yaxshi qilib qo'yishdi. Bir hafta oldin qilingan yeymandan Nursuh Nuqiyada. Ikkalari mana bir vaqtda qilingan. Uyga ketgan, qilinganiga bir hafta bo'ldi. Ko'rib kelyapti. Bular yaxshi. Operatsiyadan keyin og'riq bo'lmadi. Bemalol yurdingiz, uyga ketdingiz, uyda ishlab yuribsiz. Operatsiyadan oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Juda og'riyardi, buklab o'tirsam, juda og'ritardi. Hozir bemalol operatsiyaga qo'rqib qo'ydingiz. Og'riq bilan operatsiya jarayoni qo'rqinchli emasmi? Yaxshi ekan. Kesilmaydi, chang'i tushmaydi. Yo'q, chang'i bilan yo'q. Turib yurib qo'ying. Ikkala yog'ini qilingan bir kunda vaqtda bemalol oldingi hayot tarzida yuradi. Yashang, rahmat.